Salom azizlar, hozir muxlislarimiz orasida May 2016 nomi ostida bizga murojaat qilayotgan muxlisimizning iltimoslariga ko'ra chekish va sigaretning zararlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish inson salomatligi uchun zarardir. Hozirgi kunga kelib, dunyo miqyosida chekuvchilar soni tobora ortib bormoqda. Yoshlar va xotin-qizlar orasida kashandalikning tarqalishi esa juda ayanchli holdir. Zamonaviy tibbiyot natijalariga suyangan holda shuni aniq aytishimiz mumkinki, tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Inson sigareta chekkanda nikotin tutun orqali o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir etadi. Qon tomirlari torayib, bosim oshadi, yurak urishi tezlashadi. Bu holat yurak muskullarining ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Bu hol tez-tez takrorlanavergach, borib yurak infarkti, stenokardiya kabi kasalliklar boshlanishi mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, chekuvchilarda chekmaydiganlarga nisbatan 12 marta ko'proq yurak-qon tomir xastaliklari uchraydi. Tamaki bosh miya hujayralariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Chekuvchida uyqusizlik, bosh og'rig'i boshlanadi. Oqibatda esa markaziy nerv sistemasi faoliyati buziladi. Ko'p chekadigan kishi tez-tez balg'am tashlaydi. Tez yursa, jismoniy mehnat qilsa, qansiraydigan bo'lib qoladi. Ayrim hollarda ko'p tamaki iste'mol qilish chekuvchini ruhiy xastaliklarga duchor qilishi mumkin. Tamaki chekish nafas olish sistemasiga ham zararli ta'sir qiladi. Tamaki tutuni tarkibida zaharli sakich moddalari, turli xil o'pka xastaliklari, bronxit, sil, hattoki saraton, rak kasalliklariga olib kelishi kuzatilgan. Tamaki hazm organlariga ta'sir qilishi natijasida kishida ishtaha yo'qoladi, og'izda bemaza ta'm paydo bo'ladi, so'lak bezlari faoliyati buziladi. So'lak bilan oshqozonga tushgan nikotin kislotasi uning devorlarini zararlaydi. Jig'ildon qaynaydi. Me'da keragidan ortiq shira ishlab chiqaradi. Bu esa me'da 12 barmoqli ichak yarasi kabi kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Tibbiyotda kashanda otadan yoki onadan bo'lgan bola tug'ilmay nobud bo'lishi, tug'ilganda esa nimjon, kasalmand bo'lib tug'ilishi ma'lum. Kashandalik tamaki chekishga, mukkasidan ketishlik, hattoki insonni ko'r bo'lib qolishigacha olib kelar ekan. Tamaki chekuvchi tomonidan tashqariga chiqarilgan tutun tarkibida zaharli moddalar konsentratsiyasi ko'p bo'ladi. Bunday holatda chekmaydigan odamlar ham majburiy ravishda chekishga o'rganib qolishlari mumkin. Ko'pchilik tanishlarimiz, do'stlarimiz bilan chekish to'g'risida bahslashganimizda, ular siqilganida chekishliklarini aytib, o'zlarini oqlashga urinishadi. Go'yoki tamaki inson g'amini aritadigandek. Axir bu holat burgaga achchiq qilib, ko'rpa yoqish kabi emasmikan? Bugunda sigaretalarning turlari ko'paydi. Ularning xilma-xilligiga barchamiz guvohmiz. Tamaki chekishning zararli oqibatlari haqida deyarli barcha ommaviy axborot vositalari yordamida yoritilib borilayotgan bir paytda tamaki mahsulotlarini reklama qilinib, reklama roliklariga chiqishi nihoyatda xunuk holdir. Rang-barang qutilar qanchalik jiloli bo'lmasin, uning ichidagi og'u ekanligini unutmaslik kerak. Tamaki qutisidagi bir enlik chekish sog'liq uchun xavfli deyilgan yozuvga esa kashandalar deyarli hech qachon e'tibor berishmaydi. Ba'zi chet davlatlarda bo'lganman. U yerdan qaytgach, o'z taassurotlarimni chet el shaharlarining ozodaligi, qay ahvolda ekanligini yaqinlarimga so'zlab berganman. Bizning ham yurtimizga kelayotgan sayyohlar shahrimizni tomosha qilishadi. Ular ham ko'p taassurotlar olib yurtlariga qaytishadi. Shahrimiz ko'chalari, bekatlarga tashlab ketilgan sigareta, nos qoldiqlari, ularning ham, bizning ham ko'nglimizni xira qilmasligini istardim. Tamaki chekishni tashlash mumkin. Buning uchun kishida iroda bo'lmog'i lozim. To'g'ri, chekishni tashlagan kishi dastlabki kunlarda ancha qiynaladi. Yo'tal tutishi, holsizlanishi, kayfiyat yomonlashishi mumkin. Ammo bu holat tez kunda o'tib ketadi. O'z salomatligini o'ylagan kishi tamaki chekishni tashlagani ma'qul. Oramizda chekadiganlar bo'lsa, iloji bo'lsa shu kundan boshlab bu odatni tashlashga harakat qiling. O'z umringizni o'zingiz xazon qilmang. Bizdan uzoqlashmang. Dunyo shou bilan qoling.